Kepen narxda bo'lsa, Mercedes tiniq holatdagisi bo'lsa, minaman degan obunachlarimiz bor. Mercedes 260 sotiladi, 25000 probegda, akalar, 2022-yil ideal holatda turibdi, ko'rsanglar bo'ladi. 7 litr benzin yeydigan shaharning ichida. Polilarni ham qarang, aka. Original Mercedes poli solib qo'yishibdi. $300 atrofida turadigan poli. Bilgan biladi, polini, rezinka poli. Ko'rsangiz bo'ladi. Mativi turibdi, aka. Mabodo qiziq bo'lsa, egalarning nomini Primo pastda qoldiraman. Tolashib, tortishib aytsangiz bo'ladi, aka. Necha pul so'raysiz? Qarang aka, orqalariga pashti odam ham chiqmabdi. Gap yo'q. Mashinani bir qator o'zim aylanib chiqdim, aka. Go'zal turibdi. Lubi odamga inshaalloh yoqadi. Mercedes ishqibozi bo'lsa bo'ldi. Baloni ham Michelin balonladi. Ideal holatda. Oldi mordasi branirovka, tonirovka, ruxsatnomalari ham bor ekan. Aka, mabodo qiziq bo'lsa, egalarning nomini qoldiraman. Tolashib, tortishib aytsangiz bo'ladi. 59000, 58000 so'rashyapti. Egasini qalbiga qo'l solib arzimagan pulga olsa bo'ladi. Hozir akamiz boshqa mashina olibdi, sotib yuboraman, kerak emas deyapti.